Bugun biz sizni Qamash tumanining faxrli ijodkorlaridan biri Momoxol Elmurodova bilan tanishtiramiz. U 1949-yil 25-oktyabrda Qashqadaryo viloyati Sharqsabz tumanining Qumqishloq qishlog'ida tug'ilgan. Bolaligidan she'riyatga mehr qo'ygan Momoxol opa 1966-yilda Qamash tumanidagi hozirgi Amir Temur nomidagi birinchi o'rta maktabni bitirgan. Shundan so'ng Namangan davlat pedagogika institutining o'zbek tili va adabiyoti fakultetiga tahsil olib, o'z hayotini ta'lim va ijodga bag'ishladi. 1970-yildan 1999-yilgacha Qamashdagi maktablarda o'qituvchi bo'lib, yuzlab shogirdlarni tarbiyaladi. Bugun esa u nafaqada, ammo ijoddan, adabiyotdan uzoqlashmagan. Uning qaldirg'och, ayol muhabbati, orzularning olis yo'li, yurakka sanchilgan ignalar, onamga yozilmagan maktublar, otlandim qalbingiz ziyoratiga, eng go'zal imkon, ko'z hayollari, mo'jizalar fasli, muhabbatning sehrli nayi, tashrif qog'ozi kabi she'riy va nasriy to'plamlari chop etilgan. Momoxol Elmurodova 1981-yildan O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi a'zosi bo'lib, ijodi va fidoyiligi bilan el hurmatiga sazovor bo'lgan shoiradir. U 1988-yilda Xalq maorifi a'lochisi nishoni bilan, 1993-yilda O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan Xalq maorifi xodimi unvoni bilan, 2006-yilda Mustaqillikning 15 yilligi esdalik nishoni bilan, 2016-yilda Shuhrat medali bilan, 2021-yilda esa Mustaqillikning 30 yilligi esdalik nishoni bilan taqdirlangan. Momoxol Elmurodova bu faqat shoira emas, bu mehr, sadoqat va o'z xalqiga bo'lgan cheksiz muhabbat timsoli. Uning satrlari va she'rlari hali uzoq yillar yuraklarda iliqlik baxsh etadi.